Hey,
Okumadan hem mesela. Sekarang hiçbirinden kaçlar, başlayın tamam.
mehmonlar bilan, karnay surnaylar bilan kelinki onlarimizni o'rtaga taklif etaman. Bizlarni tark etmayapti onajonim, kulgulaysiz ko'zimgimdan ketmayapti. Bolam baxtli bo'lgin degan duolaringiz yetmayapti. Onam mening jannatim onam, to'ylarimni ko'rmagan mening onam. Bir chekkada yig'lar otam ko'zlarini berkitib, hozir onam kelar deya akam ham yig'lar kutib. Suratingizga termulib o'tiribman dard kutib. Onam mening jannatim onam, to'ylarimni ko'rmagan mening onam. Osmonlardan kuzatgan, qo'llarini uzatgan, nurlarini taratgan oh mening onam. Balki hozir yonimda, ruhingiz quchog'imda, ovozingiz qulog'imda. Oh mening
Marhamat, kelin kuyovlarimizni kimnidir güldürüp, kuydurup yaşang. Sevib, sevinib yaşang. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Assalomu alaykum aziz otaxonlar hamda munis onajonlar. Mana bugun go'zal shahrimiz, Bag'dod shahrimizning Bag'doy makonida Ermo'minov Husan akamizning xonadonida qo'shcha to'yu qo'shcha tantana. Bu to'yimizning sababchilari bo'lgan kuyovturamiz Alisher, kelinimiz Enajonning nikoh siylari ekan. Yoshlarimizning bugungi nikoh to'ylari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Iloyim baxtli bo'lingizlar, qo'shcha qaringizlar. Biringiz oy bo'lsangiz, biringiz quyosh bo'ling. Ostonangizda esa yulduzlar aylanib bersin deymiz. Mana bugun yana bir sababchilari jajjigina ukalarimiz Maqsad, Murod ukalarimizning ham musulmon sunnat to'ylari ekan. Maqsad, Murod ukalarimizning sunnat to'ylari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Iloyim jonlari sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsinlar. Nasib bo'lsa vatanimizga, elimizga, ona otasiga vafoli, sodiq yigitlarning biri bo'lsin deymiz. Mana bugun sunnat to'yda o'tiribmiz. Nasib bo'lsa diplom to'ylarida, askar to'ylarida, kelin to'ylarida o'tirmoq ham hammamizga nasib etsin deymiz. Husan akamiz, Malika yangamiz, sizlar ham baxtli bo'lingizlar, qo'shcha qaringizlar. Hamisha xonadoningizda shunday ajoyib to'ylar bo'lsin, tantana bo'lsin. Hamisha farzandlarining baxtiga quvonib yursin deymiz. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tguncha shuning bilan topganlarimiz to'ylarga kelsin deb mana shu to'yimizni ochib bermoq uchun so'z navbatiga kuyovturamiz Alisherjonning Berdiyar tog'asini so'z navbatiga taklif etamiz. Marhamat, kelib to'yimizni ochib berishingiz mumkin. Duo qiling yoshlarimiz baxtli bo'lishsin. Marhamat. Rahmat so'z berganlar uchun. Hurmatli mehmonlar, og'ayin qarindoshlar. Mana bugun Husan akam o'z o'g'illarining bog' to'yiga hamda kelinimiz Enajonning bog' to'ylariga hamma og'ayin qarindoshlar chin qalbidan, ochiq ko'ngildan to'yga taklif qilgan ekanlar. Men ham shu nima deyman ukam, to'ylar muborak bo'lsin kelinimiz. Nasib bo'lsa to'yi bo'layotgan yoshlarimiz eng bir baxtli mashg'ula bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, kelajagi parlaq bo'lsin. Nasib bo'lsa qo'shilganlar qo'shaq qayrasin. Ashlardan bolalarning hammasining baxtiga Husan akam, kelinim bularning baxtiga doimo quvonib yursin. Rahmat so'z berganlar uchun. Şu akşamki to'yimizni ochiq deb e'lon qilishga ruxsat bergaysizlar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishdik yana. Marhamat, keling bobojonim. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun Ermo'min tarixida katta to'y tantana. Bu to'yga juda intilib qarashdim. To'yda qilmoq uchun eng katta xizmat ko'rgazgan kelinimiz ham qizimiz Malikaga rahmatlar aytib qolamiz. Malika, sening otangga ham, enangga ham rahmat. Shunday ishlarni bajarganing uchun minnatdorchilik bildiraman. Endi to'yning asos sabablari nevaramiz Alisher bilan Enajon kelinimiz. Ular nasib bo'lsa
toylarını kılıvızıp koyar. Ekövlerini hem toylarım bilen, nikah gecesi bilen tebriklayman ve kutlayman. Sizlerge can sağlık, uzak ömür tileyman. Balaların köp tutsun. Nasip olsa boşa karınlar. El suyadigan, havas qiladigan kelin kuyovlar bulunlar. Cemiyatimizde o'zlarining o'rnlarini bo'ladigan mashg'ulot yetishlarini orzu qilaman. Men bularga Xudodan zolimning zulmidan, nakasning, namartning yolg'onidan, tuhmatidan, ko'rilmaganlarning ko'zidan, suxidan, ofat kulfatlardan ularning o'zi asrasin. Nasip bo'lsa, to'yimiz mal bo'lyapti. Mehmonlarga xush kelibsizlar deyman. Kelib biz bilan shodliklarimizni paylaşganim uchun sizlarga oldindan minnatdorchilik bildiraman, rahmatimni aytib qolaman. Qadrli mehmonlar, sizlar uchun bizning dasturxonimiz ochiq. Muntazir sizlarga. Olib yeb o'tiringizlar. Nosh bo'lsin. Agar ishlaringiz qisqargan bo'lsa, aldin maydoni ham bor. Chiqib, o'yin kulgi qilingizlar, pas qilingizlar. To'yda ham ochiq deb e'lon qilaman. Endi sizlarga bir kichikroqgina xohishim bor. Hammamizning bolajonlarimiz bor, to'g'rimi? Shu to'yda